Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Moskvada ikki quruvchi migrant balandlikdan yiqilib tushdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskvadagi qurilish maydonchasida fojia yuz berdi. Shaharning janubiy sharqidagi qurilish maydonida ikki ishchi balandlikdan yiqildi. Ma'lum bo'lishicha, ikkalasi ham migrant ishchilar bo'lgan. Hodisa 13 yanvar kuni kechqurun Ryazansk prospektida sodir bo'lgan. 39 yoshli erkak yiqilish paytida og'ir tan jarohatlaridan darhol vafot etgan. Uning sherga tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilgan. Shunga o'xshash baxtsiz hodisa ilgari Moskva viloyatining Elektrostal shahrida ham sodir bo'lgan edi. U yerdagi omborda tozalash kompaniyasi xodimi harakatlanayotgan lift ostiga tushib qolgan. Hamkasblari darhol unga yordamga shoshilishdi. Ayol tirik qolgan, ammo dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u umurtqa pog'onasidan jarohat olgan. Ikkala holat ham xavfsizlik qoidalari buzilgan taqdirda inson hayoti uchun qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyev Shvetsiya, Daniya va Norvegiya bilan kelishuvga erishib, fuqarolarimizni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborish mumkinligini ta'kidladi. Masalan, norvegiyalik ish beruvchilar shu yilning o'zida 3000 fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berishga tayyorligini bildirgan. Shvetsiya esa grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va joriy yilning o'zida 500 nafarni ishga olishni taklif bermoqda. AQShdagi elchimizga ushbu davlatda mavsumiy ishlar jalb qilinadigan davlatlar ro'yxatiga O'zbekistonni kiritish bo'yicha muzokaralar o'tkazish topshirildi. Moskvadagi kuchli qorga kommunal xizmatlar dosh bera olmayapti va bu tasodif emas. Yillar davomida Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar ko'chalarni tozalash yukini yelkalariga olgan edi. Ammo ommaviy reydlar, deportatsiyalar va xavfsizlik tahdidlari haqidagi vahimalardan so'ng ularning ko'pchiligi ketdi. Biroq ko'chalar o'zidan o'zi tozalanib qolmas ekan. Ularning o'rniga olib kelingan hidlar bunaqa katta qorni ko'rib ko'chaga chiqa olmay qo'yishdi. Noiloj mahalliy aholining o'zi belkuraklar bilan tashqariga chiqdi. Avtobuslar, mashinalarni qordan kavlab olishdi. Kommunal xizmat xodimlarini la'natlashadi. Ayrimlari yaqindagina markaziy osiyoliklarga chamadon, vokzal, uy deb baqirganliklarini eslashmoqda. Qozog'istonda 18 nafar o'zbekistonlik yo'lda buzilib qolgan avtobusdan evakuatsiya qilindi. Tyumen-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan avtobus Mamlyut tumanida buzilib to'xtab qolgan. Tyumen-Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan avtobus Mamlyut tumanida buzilib qolgan. Qutqaruvchilar barcha yo'lovchilarni evakuatsiya qilib, isitish punktiga yetkazishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yo'lovchilar orasida jabrlanganlar yo'q, deyiladi xabarda. Qozog'iston havo hududida O'zbekiston va Rossiya aviakompaniyalariga tegishli yo'lovchi samolyotlari ishtirokida jiddiy aviatsion favqulodda holat yuz berdi. Bu haqda Qozog'iston Respublikasi Transport hodisalari va favqulodda vaziyatlarni tekshirish departamenti izohiga tayanib, Kazinform agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa 10 yanvar kuni ertalab Shimkent hududiy dispetcherlik markazi nazorat hududida sodir bo'lgan. Hozirda holat bo'yicha maxsus tekshiruv boshlangan. Departamentga ko'ra, Shimkent hududiy dispetcherlik markazining A2 sektori nazorat hududida O'zbekiston Airways aviakompaniyasining Termiz-Moskva yo'nalishidagi reysi hamda Pobeda aviakompaniyasining Vnuk va Samarqand yo'nalishidagi reysiga xizmat ko'rsatish vaqtida aviatsiya hodisasi yuz berdi. Idora tasnifiga ko'ra, ushbu holat jiddiy aviatsiya favqulodda holati sanaladi va u vakolatli organ tomonidan majburiy tartibda tekshiruvdan o'tkaziladi. Tekshiruvni o'tkazish uchun Transport vazirligida maxsus komissiya tuziladi.
Umid qilamizki, Solovyovning chiqishi Rossiya rahbariyatining fikri emas. Qudratxo'ja Vladimir Solovyovning to'g'ridan-to'g'ri efirda avval qog'ozga o'rab kelingan narsani ochiq aytdi. Katta siyosatda ovoz chiqarib aytilgan fikr endi falsafa emas. Bu amalga oshirishi mumkin bo'lgan harakatlarning repetitsiyasi. Bu haqda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja o'zining Telegram kanalida yozdi. Uning fikricha, bunday efirlar jamiyatni urush g'oyasiga bosqichma-bosqich tayyorlash funksiyasini bajaradi. Shuningdek, bu chiqish Rossiya oliy rahbariyatining ramziy pozitsiyasi emas, balki ichki auditoriyaga qaratilgan navbatdagi propagandik chiqish ekanligiga umid bildirdi. U so'zini davom ettirar ekan, Solovyovga shunchaki bulbul kabi baland ovozda jozibali sayrashi mumkin, lekin u har doim ham o'z so'zining oqibati uchun javob bermasligini aytgan. Rossiyalik telejurnalist Sovalyov Markaziy Osiyo va Armanistonda ham maxsus harbiy operatsiya amaliyotini o'tkazishga chaqirdi. Jurnalist Armaniston hamda Markaziy Osiyo Rossiya uchun Suriya yoki Venesueladan ko'ra muhimroqligini aytib, ularni yo'qotish ulkan muammo bo'lishini ta'kidladi. U shuningdek Markaziy Osiyo mintaqasini bizning Osiyo deb atadi. Xalqaro huquq ham, xalqaro tartib ham biz uchun ahamiyatsiz. Agar milliy xavfsizligimiz Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiya o'tkazishni taqozo qilgan bo'lsa, xuddi shu mulohazalardan kelib chiqib nima uchun biz o'z ta'sir doiramizdagi boshqa hududlarda ham maxsus harbiy operatsiyalar boshlay olmasligimiz kerak, degan u. Avvalroq rossiyalik mashhur teleboshlovchi Kremlga yaqin asosiy propagandist Vladimir Sovalyov o'zining jonli efirda Ukraina hududida uyushtirilgan maxsus harbiy amaliyotni Rossiya ta'sir doirasidagi boshqa hududlarda ham, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va Armanistonda o'tkazish zarurligini aytgani haqida xabar berilgan edi. Yuksalish umumiyligi harakati raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Bobur Bekmurodov Sovalyovning mazkur gaplarga munosabat bildirib, uning gaplarini safsata, o'zini esa nusxa deb atadi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Shuningdek, u Kreml fantast jurnalisti Vladimir Sovalyovning navbatdagi efirda Markaziy Osiyoda maxsus operatsiyalar o'tkazish haqidagi gaplarni safsata deb aytgan. Qayd etish joizki, Bobur Bekmurodov Rossiyadagi millatchilik g'oyalariga va turli propagandist bayonotlarga qarshi dalil chiqishlar qiladigan o'zbekistonlik sanoqli siyosatchilardan biri hisoblanadi. U oldinroq Rossiyada tojikistonlik migrant oilaning 10 yashar bolasi maktabda vahshiylarcha 15 yashar o'quvchi tomonidan o'ldirilishiga ham munosabat bildirib, bu holatni mamlakatda uzoq yillardan buyon olib borilayotgan anti-migrant siyosatining mevasi deb aytgan. Agar siz birinchi marta Moskvaga yoki Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, migratsion hisobga qo'yish to'g'risidagi qog'ozdan tayyorlangan xabarnoma rasmiylashtirish shart emas. Hozirda ro'yxatdan o'tish qoidalari yanada oddiy va zamonaviy usulga aylangan. Nima qilish kerak? Birinchi Amina mobil ilovasini o'rnating va uni migratsiya markaziga kelguniga qadar o'zingiz o'rnatishingiz kerak. Bu ilova xorijiy fuqarolar hisobini yuritishning yangi tartibi. Ikkinchi, patent rasmiylashtirish uchun hujjat topshirish maqsadida Mnogofunktsionalniy migratsion sentr Saxrovaga keling. 2025 yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida yangi eksperiment joriy etilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan ishlash uchun kelayotgan fuqarolar Amina ilovasidan foydalanishi shart. Ushbu ilova eski hisob tartibini to'liq almashtiradi. Amina orqali siz migratsiya markazining manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tasiz. Agar yashash joyingiz, qanday manzilda yashashingiz va yoki dam olishingiz o'zgarsa, bu haqda masofadan turib xabar berib borasiz.